Ol qo'lingni nima deysan? Nima qilish kerak? Ismingiz nima? Azamat. Azamatjon. Ismim Jasur aka. Marg'ilonlik. Bu ustalar pulini eshitib turibdi. Haldan beri izdivasa qilib yuboryapsiz-da. Yo, siz aralashmay qo'ying, o'zim gaplashib olaman ustalarni. Aka mana bu uy sizniki ham, xonadon sizniki ham shundan. Kafe necha puldan tushdi usta? 300 mingdan. Aka, hech ketda yo'q 300 mingdan. Men blogerman aka. Juda ko'p joyda reklama qilaman. Juda ko'p ustalar aka. Ustalarning mehnatini qadriga yeting. Mana bu narsalar oson emas aka. Necha pullarni berishdi? 10 million berishdi. Necha pul qoldi? 10 million qoldimi yana? Aka, nima bunday qilyapsiz? Ko'rinib turibdi-yu, bechora bassiz. Aka, mashinalaringiz turibdi aka. To'g'ri, mehnat qilib olgandirsiz, lekin ustalarda mehnati bor, o'zi uchun so'ramayapti. Tashqarida ikki uchta shogird turibdi aka. Bu bolani bo'ynida qoladi aka. Bu bolani ham oilalari bor, shogirdlarning ham oilasi bor aka. Uyingizni bitirib olgandan keyin 10 millionni ertaga beraman, indinga beraman emas aka. Gaplashish kerak bo'lsa gaplashib olaveradi aka. Berib qo'yamiz. Yo'q, aralashmayman emas aka, men vijdonim qiynaladi. Insof sari baraka aka. Hammamiz odammiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, berib bering, uyingiz yoqdimi? Chiroyli chiqyaptimi? Chiroyli chiqdi. Ha, xo'p aka, bo'ldi, bering, bo'ldi. Nima qizig'i bor aka? 10 million pulingiz yo'qmi yo'q aka? Yo'q, bor. Aka, Jon aka, bu bolalar bilan birinchi marta ishlamayapman. 10-15 marta ishladim aka, siz bilan reklamada bu joyda aka pulini berishyapti. Nimaga unaqa qilyapsiz? Unaqa qilmanglar aka, Jon aka, bu bolalarda ham mehnati bor, boshqasi bor. Bu issiqda ishlashdi, necha kun ishladinglar aka? 20 kun ishlashibdi aka uyingizda. Bitta madigar 200 mingdan ishlaganda ham 20 kunda necha pul bo'ladi aka? 4 million bo'ladi. 4 million bo'ladi. Ha, Jon aka, unaqa qilmanglar-da, vaqtida berib beringlar. Bo'ldi, qilib beramiz. Oling aka pulingizni. Shunaqa uyda egalari ham bor. Nima desam bo'ladi? Kommentariyga fikringizni yozib qo'yasiz. To'g'ri ish qildimmi, noto'g'ri ish qildimmi? Aralashib, mana tashqarilarini ham bitta ko'ring. 20 kun davomida shu uylarini shunaqa chiroyli qilib bitkizib berishibdi. Gap so'z yo'q. Stokalarni ham bitta ko'ring. Aka, uyingizni reklamaga olyapmiz. Yana ertaga biz ham ustimizdan yozib yubormang. Basharingizdan ko'rinib turibdi-yu, xafa bo'lmaysiz aka. Tashqarilarini ham bitta ko'rishing, xudo xolasa, juda ham chiroyli chiqqan. Shu teshiklariga chiroyli bitta ramkasidan qo'yib qo'ysa bo'ldi. Do'stlar, kimga shunaqa kafil xizmat zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kim shunaqa kafil bostirmoqchi bo'lgan do'stlaringizga videoni jo'natib berishni unutmang do'stlar.